Modarxon madrasasi ilmiy manbalarda va xalq tilida ko'pincha xalq onasi deb ataladi. Ushbu madrasa Abdullaxon madrasasining old tomonida joylashgan bo'lib, ushbu madrasa Abdullaxon II, ya'ni Buxoro xoni bo'lgan Abdullaxon II tomonidan 1566-1567 yillarda Abdullaxon IIning o'zining shaxsiy mablag'i asosida qurib bitkazilgan va tayyorlab berilgan. Ushbu madrasa 2 qavatdan iborat bo'lib, jami 62 ta hujradan iborat bo'lgan. Bu albatta talabalar uchun maxsus qurib bitkazilgan iborat bo'lib, ushbu madrasada Qur'oni Karimdan darslar o'tilgan va bir qancha ustozlar ma'ruzalar darslarini olib borishgan. 1951-1973 yillarda rossiyalik bo'lgashunos olim va Buxoroda yashab o'tgan savdogar Sergey Nikolayevich Yurenov ushbu madrasa haqida bir qancha iliq ma'lumotlar bildirgan. Ushbu madrasa haqida ushbu ma'lumotlarni bildirganki, 3 tadan, ya'ni 12 ta hujra borligi haqida aytib o'tilgan. Ushbu madrasa haqida bir qancha ma'lumotlar keltirilgan. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Buxorodagi eng katta ilm fan markazlaridan iborat bo'lib, talabalar uchun maxsus qurilgan hisoblanadi.